Tasavvur qilinglar, sizlarda mana bunaqa burger bor. Burger endi bilmayman KFCmi, yoki Street 777mi. Buni biza mana bunaqa ideya qilsak bo'ladi. Buni video qilsak bo'ladi. Ichidagi hamma elementlari, ingredientlari bundoq ajralib ochilib turganini, rasmini ham, videosini ham qo'ysak bo'ladi. Hozir shuni qilib sinab ko'ramiz hozir. Tak, birinchi navbatda biz rasm yasashga harakat qilamiz. Rasm yasashda buni o'zimiz qanaqa tasavvur qilsak, qanaqa o'zimiz fantaziyada tasavvur qilsak, faqat hamma jihatlarni hisobga olib tasavvur qilganimizni prosta tasvirlab beramiz. O'shanda bizda kerakli rasm hosil bo'lishi kerak. Biz qanaqa tasavvur qilamiz? Burger bundoq ochiladi. Ichidagi har bitta elementi alohida bo'lib ajralib, havoda muallaq turadi va qanaqadir определённый bitta o'qda hamma burgerni boshi ham, oxiri ham bitta o'qda bo'ladi. Hamma ingrediyentlar. O'zimiz qanaqadir kamera pozitsiyasini tashqaridan qarayotgan pozitsiyamizga yetishimiz kerak bo'ladi. Tak, buning uchun bu yana exploded view destruction ham deyiladi bu. Ya'ni mana bo'lib tashlash, ajratib tashlash. Men buni o'zbekchada bunga tushuntirishga harakat qilaman hozir. Bu burgerni har bir elementini alohida ajratilgan rasmini chizib ber. Ketdik. Endi usti har bir element yoki ingredient havoda muallaq bir o'qda ajratilgan side view desak bo'ladi. Tak, va fon gray qanaqa edi? Gray deb yozib qo'ya qolaman. Gray gradientli deyman. Gradient deb yozib sinab ko'ramiz hozir. Qani natijani ko'ramiz, keyin buni animatsiya qilib video qilamiz. Nano Banana Pro rasmni juda ham real qilib beradi, lekin real qilish kerak degan narsalarni qo'shmadim, chunki bu rasmning o'zida deyarli hamma narsa bor. Agar o'zimiz noldan yasasak, biz ultra realistik, hyper realistik, makro shotlarni bersak bo'ladi. Menimcha normalniy. Endi o'xshadi bu deylik. Endi xuddi shu narsani biz video ko'rinishida qilishimiz kerak. Video qilish uchun bu yerda create videoni tanlaymiz. Create videoni tanlaymiz va yana o'sha rasmni joylaymiz bu yerda. Rasmni joylaymiz va endi buni harakatlanishini tushuntirib beramiz, animatsiyasi. Bu burgerni har bir elementini alohida ajratilib qayta yig'ilgan videosini yaratib ber deyman. Endi har bir ingredient havoda muallaq yoyiladi deyman. Bir o'qda ajratiladi. Fon gray gradient, keyin studio light qo'shsak bo'ladi. Studio light fonini ajratdik. Tak, ajralib qayta yig'iladigan videosini yaratib ber. Studio light fon gradient, kamera pozitsiyasini aytsak bo'ladi. Kamera burger ajratilib qayta yig'ilayotgan jarayonda burger atrofida aylanadi. Uzoqlashib, yaqinlashib. Uzoqlashib, yaqinlashadi. Всё. Endi sinab ko'ramiz buni va natijani kuzatamiz. Videoni yaratish boshlandi.
Buni faqat burger bilan emas, men burger yaxshiroq chiqadi. Boshqa istalgan mahsulot bilan ko'rsatsa bo'ladi. Boshqa istalgan mahsulotni shunaqa animatsiya yoki qanaqadir reklamalarni bu 8 sekund qilib beradi. O'sha reklamalarni o'sha 8 sekundlikdan bir nechta yasab qo'shib bitta qanaqadir reklama chiqarsa ham bo'ladi. Buni Gemini'da yasasa ham bo'ladi videoni yoki bizda boshqa variantlar ham bor. Masalan, AI Studio'ning ichida ham yasasa bo'ladi. Bular haqida to'liq kursimizda o'tilgan. Videomiz tayyor. Uni yaqindan ko'rib chiqing. Eng yangi masalliqlar mukammal uyg'unlikda birlashadi. Bu haqiqiy san'at asari. Tibbiy qismlarimizni yaqindan ko'rib chiqing. Men bu gapirish so'ramagandim, lekin gapirib ham berdi o'zi. Fonda gapni o'zingizlar qo'shsanglar ham bo'ladi. Fonda gap o'zingizlar qo'shsanglar ham bo'ladi. Mana ko'rib turganingiz, bu hamma instruksiyani to'liq bajarmadi. Bunga skoriy всего sabab men promptni tartib bilan bermaganim uchun bo'lsa kerak. O'zi promptni videoga tartib bilan mana ko'rinishda bersak bo'ladi. Tartib bilan beradigan bo'lsak, birinchi subject, keyin motion, keyin context. Plus mana action yoki motion. Action yoki motionni belgilab beramiz. Context, keyin camera position'ni beramiz. Camera position. Subject video nima haqida? Videoda asosiy obyekt nima? Action motion bu obyekt qanday harakatlanadi? Context bu videoda nimalar bor? Har bir detal ko'rinishi kerak bo'ldi. Camera position bu o'zi siz o'zingiz ko'rasiz-ku, o'zingiz qanaqa ko'rasiz? Siz masalan o'sha reklamalarda ko'rganingizda ham mahsulotni bundoq kamera atrofidan aylanishi mumkin yoki prям realniy o'sha mahsulotni reklamasini syomka qilsangiz yoki mahsulotni reklamasini yoki istalgan video yasayotganingizda siz syomka qilsangiz, o'sha syomkada siz qanaqa harakatlanasiz, syomkachi qanaqa kamera bilan harakatlanadi. O'sha pozitsiyani biza bersak, biz videoni yaratamiz-ku biza xohlagan ko'rinishda qo'ysak bo'ladi. Biza xohlasak dron bilan olsak bo'ladi. Xohlasak kamera bilan burchakdan yaqinlashtirib kelsak bo'ladi. O'sha narsalarni o'sha camera positionda tushuntirib beramiz. Videoga olayotgan kamera joylashuvi harakatlanishi deb nomlasak bo'ladi. Video yaratishning asosiy formulasi mana shu. Biz faqat hamma narsani mana shu formulaga, strukturaga joylashtirib qo'yib berishimiz kerak. O'shanda bizda video anchagina chiroyli chiqadi. Keyin hisobga olishimiz kerak. 8 sekundlik video bo'lsa, biz 8 sekundda примерно tasavvur qilishimiz kerak. Nimalar sig'dirsa bo'ladi, nimalar sig'dirsa bo'lmaydi. Juda ko'p gap yoki juda ko'p harakat yozib tashlasak ham sig'may qoladi yoki kamgina narsa bo'lsa ham bu videoni cho'zilib, mana sekin harakatlanish mana shunaqa narsalar bo'lishi mumkin. Buni formulani saqlab qo'yinglar, sizlarga kerak bo'ladi. Intellekt yordamida istalgan rasm, video, veb-sayt adminkasi bilan Telegram bot yasash yoki prompt engineeringga chuqurroq kirib, ishingizda, o'qishingizda foydalanmoqchi bo'lsangiz va yaqinda kurs qilmoqchiman. Pastda havolada ro'yxatdan o'tib, Telegramda privatniy kanalga tushasizlar. U yerda beriladigan ma'lumotlar, foydali ma'lumotlar общий dostupga YouTube'ga ham, Telegramga ham, Instagramga ham qo'yilmaydi. Yaxshi taklif bilan kursga yozilsanglar bo'ladi. Telegram kanalda ko'rishguncha.